Klinikamizga murojaat qilib kelayotgan bemorlarning orasida urologik muammolari bo'lgan bemorlar ko'p. Havo salqin tushishi bilan ayniqsa CD chiqarish a'zolari bemorlari ko'p uchraydi. Bularning ichida ko'proq sistitlar bo'lishi mumkin. Bularning ichida ko'p pielonefritlar bo'lishi mumkin, buyraklarni shamollashlari va bularning ichida prostatitlar bo'lishi mumkin erkaklarda ayniqsa. Mana bu bemorlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ilgari o'zida surunkali o'sha pielonefrit kasalligi bo'lganlar, xronический prostatiti bo'lganlar, mana bularda simptomlar ko'payadi. Ya'ni bularda qanaqa simptomlar paydo bo'ladi? Tez kichik hojatga chiqish, ya'ni siyishni tezlashishi. Ana endi shu yerda men bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Tez siyishga chiqish bu simptomi ko'pchilikda uchraydi. Sovuqsiradi deydi mana o'zimizning xalqimizda. Sovuqsirasa ham o'sha siyishga ko'p chiqiladi. Lekin bu kasal deganimi yo'qmi? Buning uchun biz tekshirishimiz kerak. Ba'zi holatlarda o'sha tez siyish bu o'sha холодовой диурез deydi ruschasiga, ya'ni sovuqsirab siyib qo'yish, siyish, ya'ni tezlashishi. Nima bo'ladi bunda? Organizm bu o'zini o'sha himoyaviy funksiyalariga o'tadi. Ya'ni sovuq tushishi bilan terida qon tomirlari torayadi-da, hamma qonni aylanadigan qon ichki a'zolarga oqib keta boshlaydi. Buyraklar ham kuchayib ishlab boshlaydi endi. Antidiuretik gormonlar o'sha pasayib ketib qoladi endi. Buni oqibatida buyrakka katta nagruzka tushadi, ko'p siydi ajrala boshlaydi. Bu norma, bu fiziologiya. Bu degani bunga darrov antibiotik boshlash, uni davolash kerak degani emas. Bu organizmning o'sha fiziologik himoya vazifasi.